Fermer akalar, o'tgan videolarimiz bittasida mana shu agrodronlardan foydalanish to'g'risida ma'lumot bergan edik. Bu to'g'risida batafsil ma'lumotlarni mana hozir ochiqlaymiz. O'zbekiston yer loyiha instituti mana shu dronlar bo'yicha mutaxassisi Sardorjon G'ulomov hozir bizga batafsilroq ma'lumot beradi. Sardorjon, bu dronlardan foydalanishning foydasi qanday? Gektarga qanchadan xizmat ko'rsatasiz? Keyin hamma hududlarga borib xizmat ko'rsataladimi? Shu to'g'risida bitta ma'lumot bersangiz. Hop, bizning tashkilot O'zaro Qurolli Mudofaa instituti qishloq xo'jaligi vazirligi tizimidagi tashkilot hisoblanadi. Har bitta viloyatda o'zimizning bo'linmalarimiz bor. Agrodronlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha, agrikulturani bajarish bo'yicha tajribaga egamiz. 1 yildan oshiq nima bo'yicha foydalanib kelayotganimizga. Bugungi kunda davlat tashkiloti bo'lganligi sababli shartnoma asosida xizmat ko'rsatamiz. Fermerlar bo'ladimi, emchilar bo'ladimi, ular bizga murojaat qilgan bo'lsa, shartnoma tuziladi gektariga 200 mingdan va bor joyiga borib turib agrotexnik tadbirlarni amalga oshirib berishimiz mumkin. Endi buni afzalliklariga keladigan bo'lsak, qarang, o'sha 200 ming so'mning ichida faqat o'g'itni beradi fermer. Keyin salarka ber, benzin ber degan gap so'z bo'lmaydi. Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Faqat dorisini yetkazib beradigan bo'lsa, suvni olamiz. Mana bu ko'rib turganimiz agrodron mobil kompleksi bu 2 dona agrotexnik tadbirlarni amalga oshiruvchi dronlarni tashib ko'tarib yurishga mo'ljallangan va o'zini 2 tonnalik suvi, 500 litrlik mikseri dorini tayyorlash uchun bir xil massada tayyorlab berib, ekinlarga sepishimiz mumkin. Endi buni afzalliklariga keladigan bo'lsak, bunda ekinlar nobudgarchiligidan dorilarni isrofgarchiligidan oldini oladi. Keyin har qanday sharoitda, misol uchun suv qo'yilgan dala bo'ladi, xizmat ko'rsatishda kecha kunduz degan masala yo'q-a? Yo'q, kecha kunduz degan masala yo'q. Yoz kunida 18 gradusdan oshgan bo'lsa, ekinlarga bemalol ishlov berishimiz bo'ladi. Bunda 50 litrdan 30 litrdan 60 litrgacha bo'lgan agrodronlarimiz mavjud. Nafaqat suspenziya sepish, balki o'g'itlash yoki g'allani sepishda ham urug' sepishga ham murojaat qilishlari mumkin. Bu bo'yicha ham xizmatlarimizni, masalan, selitra, azot o'g'itlarni berishda ham berilaveradi. Beriladi. Bu bo'yicha ham dronlarimizda yetarlicha imkoniyatlarimiz mavjud. Fermer akalar bug'doyda juda suv bordi deb o'tirmasdan bemalol o'g'itni ham beraverar ekansizlar. Suspenziyani ham qilaverar ekansizlar. Demak, 10 gektar maydonda qancha vaqtda 10 suspenziyasini sepib beradi? 10 gektar maydonni 1 soatda ishlov berish imkoniyatiga ega. Agar traktor bilan qiladigan bo'lsak, unga yarim kun ketadi. Qancha sarfga ketadi, to'g'rimi? Shunaqa. To'g'ri, endi hammasini o'zining plyus-minus tomonlari bor, lekin menimcha bu ko'proq afzal bo'lsa kerak, to'g'rimi? Ha. Bunda endi afzalliklari o'sha ekinni nobudgarchiligini oldini oladi deyapmiz. Bu bilan yer bilan kontakti yo'q. Dalani bir chetiga boramiz, bir chetda agrodron mobil kompleksini joylashtiramiz, yoniga dronlarni joylashtiramizda shu maydonchasini hosilganimizdan keyin ana u yoqdan turib, boyaga dalani chegarasini belgilab berganimizdan keyin bir chetdan boshlab o'sha trayektoriya bo'yicha sepib kelaveradi. Endi fermerlar o'ylashi mumkin-da, bizga sepib ketganda meni o'g'lim qo'shni fermerga cho'chib ketmaydimi degani savol bo'lishi mumkin-da. Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Bularda aniqlik yuqori. O'sha maydonning ichida xizmat ko'rsatadi. Uni balandliklarini, degan sepishi, suv hajmini, hammasini uni kontrol qilish mumkin. Boshlash mumkin va qancha maydonda ishlov berdi, qanchasi qoldi degan savollarni ham uni ko'rsatib beradi. Fermerlarda yana savol bo'lishi mumkin. Masalan, men Qoraqalpog'istondaman, men Andijondaman, men Surxondaryoda, masalan, Uzundaman. Qayerga murojaat qilsam bo'ladi? Endi albatta o'zida yer loyiha institut Toshkentda bo'lsa, ular qachon kelib, qachon xizmat ko'rsatadi degan savol bo'lishi mumkin-da. Shuning bir aniqlik kiritdik. Bu bo'yicha har bitta viloyatda bo'linmamiz mavjud, hududiy bo'linmalarimiz. Hududiy bo'linmalarga mana shu ko'rib turgan agrodron mobil kompleksi bilan dronlar yetkazib beriladi. Ularga murojaat qilib shartnoma qilgan holda buni amalga oshirishimiz mumkin. Har bitta viloyatda operatorlarimiz mavjud bu bo'yicha. Ularning ham tajribasi yetarli. Fermer akalar, agar bu ma'lumot sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, buni albatta o'zlaringizga saqlab va boshqa fermerlarga ham ulashib qo'ying. Agar mana shu agrodronlardan foydalanish o'zingizga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, foydali deb hisoblasangiz, bemalol O'zdav yer loyiha instituti va uni viloyatlardagi filiallariga, bo'linmalariga murojaat qilib, xizmatlaridan foydalanishingiz mumkin.